Yashang. Dushmanlar yonib ko'mir chabaysan. Bu brasletcha qo'yilgan uylab qoldi, Ovsinjon. Nasib qilsin. 4 kunlik keling dushmanni qaydan topdi? Ovsini bor-ku. Qulog'ing og'riyaptimi? Bokacha og'riydi uni. Choynakni san shuni qaysi sentaga oldi, ha? Ovsin, yuring parkka boramiz. Ovsinjon, siz boraveringlar, qo'yib orollarga boramiz. Balki Moldiv orollaridir. Mishada. Eshitdingizmi? Ko'ylagini onasiga bo'lmay Moldivga bola bo'lma. Bu molxonani Moldiv deydi. Ovsinjon, ochilib ketasizmi? Ay, bu ovsinlar bir-birini maqtayapti. Ochilib ketibsiz degan ayollar tilida oldin badbasha hayding degani. Ovsinjon, bir yaqin qo'llaringiz bilan toza kiyimchalarni yuvib bering. Hozir yuvib beraman. Ovsinjon, idishlarni yuvib qo'ysangiz bo'ldi. 2 qat. Oldin tug'ib olsa keyin qiladi. Ha, hali sen tug'ilgin, ko'chib ketguningcha tug'aman. 500 minglik makiyaj suvga oqib ketdimi? Manday tabiiy chiroyli qiz bo'lsangiz bo'lmaydimi, Ovsin? Nima shikoyat ekan bemorlaringizda? Voy, bir-birini ishiga burnini siqadi. Shularni burnini katta qilib berasizmi? Bo'ldi, xudo xolasa uzunligini qisqartirib, katta bo'lsa kichikroq qilib, qiyshiqlarini to'g'rilab, ibrat yo'li nafas yo'llarini ham ochib beramiz. Rahmat, doktor. Arzimaydi, sog' bo'linglar. Oyijon, burunduqlarga o'xshab qoldik-a? Nuqta taqqan eshakka o'xshadilaring. Yur.